Domofon 40dagi. Bosamiz. Buni o'tdi. O'chiramiz. Hop, kod qo'yish qanaqa buni? Kod qo'yishmi? Ha. 580 buni bosamiz. Pirillab turadi, ekran pirillab turgan paytda yangi kod qo'yiladi. Ha. 555. 5 Enter. qo'yildi, bo'ldi. Bo'ldi. Qarang. Eshik ochildi. Ha. Kartochkani registratsiya qilish. Kartochkani registratsiya qilish. 3 bosamiz, enter. Ha. Keyin buni hozir qo'ygan kodimizni teramiz. 5 enter bosamiz. Kartochkani o'tkazib, enter bosib chiqib ketamiz. Ha. Mana. Keyin bir marta bundoq qilib ochiladi. Ha, gap yo'q. Bo'ldi. Endi kodni o'zgartirmoqchi bo'lsam-chi, mana hozir mana shu 555 ni o'zgartirmoqchiman. Nima qilaman? Nurli bosib, enter bosib, O'zini eski parolini teraman. 5. Hozir qilganimizni terib turib, keyin o'zgartiramiz. 4 qilib qo'y endi. 4 ta 4. Enter bosib bo'ldi, o'zgardi. Молодец. Bo'ldi. Hop. Bo'ldimi? Boshqa o'rgatadigan narsang qolmadimi? Ani u kartalarni o'chirib tashlash. Kartani o'chirib tasha, qani qo'lingdagi kartani. To'g'ri, enter bosiladi. Hozir qo'ygan kodimiz. Enter bosib, kartani o'tkazib. Bo'ldi, o'chdi mana. O'chdi, bo'ldi. Bo'ldi. Tushunarli. Yaxshi, молодец.